Bu ko'rib turgan qozonimiz 6 qat qalin materialdan ishlangan bo'lib 15 ming sikl, ya'ni 20 yil ishlatishga garantiya beriladi. Xo'p, nega garantiya beriladi buning? Bu qozon ishlamay qolmasa, uni to'qqa tiqmasan, garantiya nega beriladi? Garantiya qozonning tiy tutmasligina va qozon vaqt o'tib sirt qarayib o'zining svetini va sifatini yo'qotmasligina beriladi. Ularning bahosicha so'm beronida degan savolingizga bugungi videoda javob beramiz. Xullas, başladık. O'tgan safar Kukmara do'koni haqida video joylagan vaqtimiz kommentning 90% bir xil savol bilan to'lib ketdi. Bahosini aytmadim, oka. Bahosincha so'm buning. Bahosi bilan video qo'yinglar axir. Deganingiz uchun bu safar bahoni bir aytib kelganingizga o'rtmayman. Bahoni o'zi sho'rda yozilgan, bemalol ko'rib olishingiz mumkin. 1 litrdan 30 litrgacha hammasi yozib qo'yilgan. Xohlasangiz videoni shu joyida to'xtatib turing, xohlasangiz screenshot etib olsangiz ham bo'ladi. Yaxshilab qarayotgan bo'lsak, 1 litrlik alyumin qozon bugun 160 ming so'm. Uka, bozorda 30 ming 40 mingdan 1 litrlik qozonlar bor. Nunsi var ya unchalar buning desangiz, Kukmara brendining alyumin qozonlarining boshqasidan farqi, birinchidan tarkibida qo'rg'ashin yo'q, ya'ni sizning sog'lig'ingizga ziyonli emas. Ikkinchisi, bu qozon vaqt o'tib, berunichasini qo'pol etib aytadigan bo'lsak, rangini qusmaydi. Shuning hisobiga shunday narx qo'yilgan va yana bir muhim narsani eslatib o'tacakman. Qozonda, alyumin qozonda umrlik garantiya beriladi. Umrlik garantiyasi bilan 30, 40, 50 yil, 100 yil xohlaganingizcha ishlataverasiz. Sayfa, jonning hazi degani bu. Bu yoqda granit qozonlarda aytadigan bo'lsak, granit qozonimizning boshqa qozonlardan, bozorda turganlaridan farqi, sirtining rangi umuman o'zgarmaydi. Videoning boshida aytganimda, tiyini umuman tutmaydi. Vech pishiring, palov pishiring, sho'rva qaynating umuman tiyini qirchib, yuvib, qiynalib yurmaysiz. Sirtining rangi ko'proq gaz turishining hisobini umuman rangini yo'qotmaydi, rangi o'zgarmaydi. Ayfa menimcha, nu deb turganim o'zingiz dim yaxshi tushundingiz. Endi qozonning yaxshisini, tapaning yaxshisini, bu sadan keting hajati ishlatatan yerga keldi menimcha. Yaxshisini olib 10 yil, 15, 20 yil ishlatganga ne etsin? Uni olib her 2 yildan qirchib yuv, nega kerak? Azitib, sifatli narsani ishlatsangiz menimcha shu yaxshi. Shuning uchun manzilni ko'rsatib o'taman. Manzilga keladigan bo'lsak, o'zimizning Shabbozboy masjidining ro'parasida yo'lning bu tarafida bo'ladi Kukmara do'koni. Hammasi Rossiyaning o'zlari. 1954-yildan beri zavod o'z faoliyatini yuritib keltir va shuning hisobiga hozirgi vaqtda MDH davlatlarining 30 davlatga eksport chiqaradi. 30 davlatning fuqarolari bu narsani tanlab turibdi. Buni degani albatta sifatli 30 davlatning qancha odamına yağıb turibdi degani. Shuning hisobiga zavodning ishlab keltirgan vaqtini ham, chiqarib o'tirgan narsasini ham hammasini bir hisob qilib qo'yasizdan, nerdan tanlashni o'zingiz menimcha dim yaxshi tushundingiz deb o'ylayman. Manzilni aytib o'tdik, pastda telefon nomerlarini ham qoldiramiz. Bemalol boshqa savollaringiz bo'lsa telefon nomeriga bog'lanib, xohlasangiz kelib turib o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Siz izlab turgan narsa agar bor bo'lsa, zakaz etib ham bemalol oldirib beradilar. Kelaverasiz. Eng sifatli narsalarni ishlatishni tavsiya etib qolaman har doim va albatta podpiska bosib qo'yishinizdan chiqmasin. Shunda beruni yaqindagi nega so'z bo'lsa, hammasini birinchi o'pib bilib borasiz. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling.